Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitillar jamoati, tarixiy roman G'ini Batur, Ili do'lqinlari, Sabit Damollamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojimning ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, boshqa do'stlarga va to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Әмді аңлайдығаныңлар, Шинжан Xalq Nashriyati 2000 yılı 1 ayda nashr qilgan tarixiy roman Eli Dolqonlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1 qism. 1 bob. 2. Nadam hovliga chiqdi. Issiq uyda o'ltirib, rahatlanib qolgan bola, kech kuzning sovuq shamilida tenida birdilla titrashning paydo bo'lganligini sezdi va titrab yurib, uxlash oldidagi kunda qilib kelayotgan ishlarini qilishga boshladi. Bola ishlarini tugatguncha turmushning xunuk, qorong'u kechasi allaqachon uning atrofini o'rib olgan edi. Kecha bak qorong'u bo'lib, yulduzlarning nurliq, kumush kirpiklik yuzlarini qaramtul bulutlar to'sib ketgan edi. U texi qog'oz chaplanmagan chaqmoq panjaralik uyga kirdida, 5 barmoqni ko'zga tiqsimi ko'rinmaydigan qorong'ulikda tamtilab yurib, qetishib qolgan qo'rayni qasildatib sundirib, o'choqqa silishga boshladi. Uy ichi uningga talodinmi sovuq bilindi. Turmushning qaysi ta'tir taqdiri texi og'zidan ona suti ketmagan kichikkina bolani mushu gundaxonga yolg'izdan yolg'iz akilib tashlagandi ha. Uning ota bovusimi mushu iz bilan kelgan. Bu iz nodamni yana qayoqlarga, qaysi yo'llarga ilib boradikin. U o'zining umr yo'lida yana nimalarni ko'radikin. U mushu uyga kelganda dastlabki bir necha kunni qo'rqish, jo'yilish, andisha va ansizlik bilan kirpikmi qaqmay o'tkazyapti. Lekin keyinroq yolg'iz, dardlik onasining ota-onasiz qolgan Odiljonning turmushi uchun boy hovlisiga kelib ishlashga muhtoj bo'lgan bu bola bu ishlarga, yolg'izlikqa ko'nikib qoldi. O'tayotgan kunlar bizga nimishqa chiroy ochmaydi? Nimishqa bizning kunimiz bergidan mezgilsiz uzilib ketgan guldek solishib ketadi? Nimishqa bizning chiroyimiz kun ko'rmagan yo'pirmoqdek razgi? Nodam bu o'y xiyollarni talay qitim o'ylab ko'rgan bo'lsa-mu, lekin voyaga yetmagan aqli bilan bu ishlarning tegi taktiga cho'kib yetolmaydi. Nodam o'tni tutashtirdi va qo'rayning ochiq isidan yosh quyilgan ko'zini yengi bilan eritdi. Uy ichi yorib, ko'ngillik bir holat paydo bo'ldi. Uymu illib qolgandek sezildi. U putidagi cho'qayni yeshib, paytimlarini o'tning oldidagi kesakning ustiga yoydi. Paytimidan ho ko'tarilib chiqib, kir ham tar purqi uning dimiga urildi. Nodam o'tsinib birdam o'ltirdi. Uy ichida burun oq bo'lsa-mu, hozir kulrang bo'lib qolgan bir parcha yirtiq kigiz va o'rin ko'rpisi turadi. Uyning bir bulingida beda to'g'raydigan jodu, biri to'mir, biri yog'och 2 dona ara, irgulu harvaning jabduqlari va yog'och qo'ziqda kerakdan chiqqan bir to'r va shiliya xomutlar to'pa besib turadi. Nodam oxirgi bir tutam qo'rayni o'choqqa soldi-da, o'tning yo'riqida tezla o'rin ko'rpisini silib yetib oldi. Tong otmasdilla o'rindan turib, bir uxlaganga qadar medirlab yurgan bola, yo'tqanning ichiga kirgandan keyin o'zining qattiq qarg'anligini sezdi. O't o'chdi. Talada gurkirgan shamol turxundan kirib, qo'rayning o'ti o'chgan bo'sh o'choqda ushqitib o'ynamoqda. Nodam putini yig'ib tugilib yotganicha o'zining vayron bo'lgan oilasini o'yladi. Opam hozir uxladimikin? Odiljongu uxlab qolgandu. Tayinliq, japoning cheki bo'lar. Gayet kam aytdi-ku, tong otmaydigan tun bo'lmaydi uka deb. Birdamdan keyin uning ko'z oldiga texi 2 qitimla ko'rgan heliqi apandi gavdilinib keldi.
Varisjon bilan qo'shib, menimi o'qitsan nim bo'lar? Mayli, jafo tortsammi, yaxshi o'qib cho'ng bo'lganda opamni, ukamni yaxshi kunlarga erishtirsam, jafoning tegi rahat deydikan-ku. U kishilar yaxshi gapini qiladigan Anvar apandini va mehribon opasini eslab yetib, tatlı xiyollar bilan uxlab qoldi. Xilila isib illib qolgan uy birdamdala sovib ketdi. Shamol texmu әдемәктә. Har bir bulung puchqoq yo'chuqlarga urilib g'alitila sadolarni paydo qilmoqda. Osmon yuzini qora yungdek bulutlar to'sib ketgan. Agar havo ochiq bo'lgan bo'lsa, sovuq texmu әdaydigan chig'i. Helimu bo'sh emas. Qotandagi qo'ylar, ig'il oldida yotgan kalalar sovuqqa parvo qilmay, yenik pushildab yotmoqda. Nodam hech nimani to'ymay tugilib yotadi. Biroq u yaxshi tush ko'ryotidi. Heliqi yiqimliq Anvar apandi uni qo'lidan yetilab sinfga akirib qo'ydi va uningga daftar qarindoshlarni berdi. Varisjon bilan bir sinfda o'qiyotidi. Muallimning so'zlarini butun vujudi bilan berilib anglayotidi. Muallim uni nodam tirishib o'qiyotidi deb maqtayotidi. Lekin u muallim meni maqtamasa bo'ladi. Varisjon muallimning maqtashlarini opasiga aytib, meni o'qishdan to'xtatib qo'ymasa bo'ladi-ku, deb o'ylayotidi. Ikkinchi bob. Birinchi. Dumchak dumchak egiz past qabrlar bilan to'lgan Guriston. Qancha arzu armonlar bilan dunyoga ko'z ochib, lekin qora taqdirning shafqatsiz ilikida ochiq hasrat nadomatni ichiga yutib, vafosiz zamon bilan manguga xo'shlashgan jonlar makoni. Hayot bilan xo'shlashgan bu sonsizlagan jonlar ichida o'z umrini yo'qsizlik azobi bilan o'tkazganlarmu, qora kunlar bag'riga xanjar urib, mardonalik bilan o'tkazganlarmu, kishilarning ajriga changal silib, haromdan samirib o'tkazganlarmu bor. Qabrlar ichida yillarning o'tishi va judun chopqunlarning so'qishi bilan iznasi o'chib ketay deb qolgan qabrlarmu, atrofi salosunliq qilinib, yeshil, ko'k rangda sirlangan qabrlarmu, hatto yiniga ko'chat tikilib, vaqti-vaqtida suv quyilib turadigan qabrlarmu bor. Ana shu sonsizlagan qabrlarning birining yiniga tiz cho'kkan ona o'z ichida nimalarnidir pichirlab, munchoq ko'z yoshlarini to'kmoqda edi. Ana hech chidayolmaydi. Yukinib o'ltirib, gohida hurkirab yig'laydi. Ko'zlariga qorong'ulik tiqilgandek bo'ladi. Qabristonlik ustida qora bulutlar to'rilib ig'ir oqmoqda edi. Mana osmon ko'z yoshlari bilan to'lgandek simildab yomg'ir yig'ishqa boshladi. Holsizlangan ona o'zini bilmagan holda o'rnidan turib mahalla tarafga qarab turib qoldi. U mag'dursiz oyoqlarining derildayotganligini, ko'ziga nimalarning tashlanayotganligini bilmaydi. Bir hazo o'tgandan keyin u yurakida qo'zg'algan ig'ir hislardan qutulishga, yelkisini besib turgan ig'ir ruhiy yuklarni irg'itib tashlashga harakat qilib, tiriklarni, nodamni, odiljanni o'yladi. Uning cho'nqur qayg'uda titragan lavlari ochiq holatda yepilmay turadi. Beshiga ig'ir musibat tushgan odam har qachon tiriklarni o'ylab, o'ziga tasalli topadi. Tiriklar g'imi hammani besib tushidi. Tiriklar a'lo degan gap bekor chiqmagan. Ana, nodam, odiljonlarning tamtirmay cho'ng bo'lishi uchun o'zining put dastlab turishining zarurligini his qildi-da, uyiga asta yondi. U yomg'irdan ig'irlashgan kiyimlari ichida shumshib uyiga qaytib keldi-da, namozga o'ltirdi. Namozdan keyin uzoq duo qildi. Andin navrisini yiniga ilib yetib, xiyolga cho'kib ketdi. Bu xiyollarning oyg'i uzilmaydi. Birdamdan keyin mahalladan tok qilgan kundagi ovozlar anglanishga boshladi. Ovoz barg'ansiri kuchayib ham ko'payib bormoqda edi. Bu kishilarning yetish oldida g'ururlariga pana qiqiyotganligini bildiradi. Gulpamxonning xiyollarining bir tuguni Nasir Axun edi. Nasir Axunning sirliq o'limi uning bag'rini pichoq bilan tilagandek etishtirgan va qalbida o'chmas dog' qoldirgan edi. U o'ylagan siri dard hasratga cho'katdi. Bo'libmi
Onaning qalbida o'chmas dog'larni paydo qilgan narsa o'g'li Nodirning turmadagi un-tinsiz o'limi edi. U bolasini bir necha kundan keyinla qaytib chiqadi deb o'ylagan emasmidi? Ana bag'rini yerib tushgan bolaga chidamdi. O'g'lining o'likini bermaganligichu texi. Bu ish uningga nihoyatda alam qilgan edi. O'likini so'rab kirganda turma amaldorlaridan biri o'zimiz ko'mivatdiq. Buningdan keyin so'rg'uchi bo'lma. Balangning o'likini yeytingmi ya? Deb Gulpamxonga devaylab guliyib kelganda, u qo'rqib ketgan edi. Tova, ashu qonxo'rlarning onalari yo'qmidi? Bolalari yo'qmidi? Deb o'ylagan edi. Ana ichidan o'rtinib, zamon shunchami vafosiz bo'lamdi? Rahim shafqat degan narsalar bu dunyodan qurib ketganmi ha? Balamning yuzini ko'rib olsamchu, yerlikiga o'z qo'lim bilan qo'ysamchu kashki. U mal'unlar o'g'limning yerlikini qandoq ko'latqandi? Jestini qandoqroq ko'mgandi? Mana shuningga o'xshash xiyollar onani har kuni degudek o'rib oladi. Ko'ksidan etilib chiqqan alam bilan hasrat, g'azab bilan nafrat onaga hech arom bermaydi. Buni ozdab Nodamning yaqinqi bir oydan beri judab qo'raydek qurib ketishi, ichishgan yerga tuz sepgandek azobliq bilingan va onaning qayg'usini, yurak yarasini ulg'aytiyotgan edi. Kichikkina bolani shunchami ig'ir ishlarga salamdi. O'zlariningmi bolalari borg'u, mahalla yurtning oldida yetim bolani o'qityapman degan atoqni oladi. Ammo yetimlarni bo'lsa toza bo'zak topadi. Odiljonning yinida yotgan ola mushuk yenik xo'rildab uxlayotdi. Uy ichimi qorong'ulashib qolgan edi. Gulpamxon baya navarsini qar besib qolmasin deb beshiga qo'yib qo'ygan pichoqni elib uyuqqa qo'yib turishiga sirtda birining shipildab kelayotganligi anglandida eshik ichilib Nodam kirib keldi. Apa! Voy, Nodamg'u bu, jinim balam, ko'zimdan uchibla ketding'u. Gulpamxon ittik berib Nodamni quchoqladi va peshonasiga so'ydi. Ko'ziga liqqida yosh oldi. Qandoq ahvoling balam? Tinch amon turyotamsan? Yaxshi, apa. Nodam onasining ko'zlariga qaradi. Yig'lama, apa. Men yiroqqa ketmadim-ku. Bir mahallada turyapmiz. Nimaga yig'laysan? Bu kunlarmi o'tib ketadi. Menmi cho'ng bo'laman. O'z kunimizni o'zimiz olamiz. Gulpamxon yeshi amdila 50ning qarisini olgan, bug'doy o'ng, yuzini hasratlik qo'riqlar qoplab ketgan, azobli xiyollar bilan ko'zlari pildirlab qolgan xotin edi. Uning uyida bir kichik qozon, 2-3 yerdan teshilgan bir parcha kigiz, siri o'chib ketgan bir sanduq, o'rin ko'rpisi va ushshaq-tushak narsalarla bo'lib, besotidagi pulga yarg'udak narsalarning hammasi setilib bo'lgan edi. Hozir u kishilarning ninni yiqib, kulda ko'mach ko'mib, kirini yuyib, serini seg'ib, judab serilib, kunning seriqini aranla ko'rib ketib boradi. Ana o'g'lining boy ishikida o'tayotgan kunlarining qandoqligini dammu-dam bilgisi keladi. Mana hozir choy ichib o'ltirib, uningdan kayni-kayndan savol so'rashga boshladi. Qo'rsqonga to'yg'udek bir nima beramdi balam, dedi ana o'g'liga qarab. Ya osh to'q bo'lib yuryotamsan. Aqtamboy xotiniga to'yg'udek non ber deb turdi. Bo'lmasa xotini bek pishiq ekan. Xudo insof bersin, hiliqi o'g'li seni bo'zaq qilmaydigandu? Yo'q, uning bo'zaq qilgudek holimi yo'q. Kechgacha tamg'i mixlab qo'ygandek o'ltirgan. Maktabdimi shundoq. Bo'zaq qilmoq tugul, menga bir ig'izmo gap qilmaydi. Toza daldush degina u. Ig'ir ishlar salamdi. Ig'ir ishlarg'imi salmaydi. Ig'ir ishlarg'imi bo'sh kelmayman. Apa, cho'ng bo'lib qoldim. Undaq dema, balam. So'rqib ketsang bo'lmaydi. Boshqalar seni kichik ko'rib ishlarga buyurumdi. Gaytkam nihoyat yaxshi odam ekan. Xuddi akamdek ko'ynidi. Men qiladigan ba'zi ishlarnimi o'zi qilib etadi. Shu odam bo'lsa, men xor bo'lmayman. Ta'lim bor ekan. Kambag'alning qayoshi kambag'al emasmi, balam? Bir-birining holiga yetidi. Dadangmi shundoq. Kambag'allarga ko'ynatdi. Nurg'un odamlarga rahmatlik yaxshilik qilgan. Endi uning yaxshiligi sana yeniyotadigandu. Nodam har qitim uyiga kelganda
o'z uyimning xo'shliqi, put qo'limning bo'shliqi degandek ichilib yeyilib ketadi. Uy ichimi nihoyatda illiq ko'rinadi. Besotsiz bu uy chinidek pokiz bo'lib, derazadagi uch qachi gul ko'kirib turadi. Ala mushukmu nodamdan hol so'ragandek quyrug'ini u yoqdan bu yoqqa tashlab, o'ynab yumlaydi va nodamga qarab erkalaydi. Nodam onasi bilan xo'shlashib mandi. Onasi uni xuddi ativorliq mehminini uzatgandek ko'chagacha uzatib chiqdi. Go'yo yuragi o'g'li bilan tang sug'urilib chiqib ketayotgandek uning keynidan uzoq qarab turdi. Onaning butun xushalliqi qora ko'zdan yosh tomgandek bir tal o'g'lining oldida pildirlab yurishi emasmi? Uni cho'ng qilib uy o'choqliq qilib olsa, chirig'ini yondirsa, qora yetim Odiljonny qatorga qo'shib olsa, uning o'y xiyoli, orzulari shunchalikla. Xudoyim shu kunlarga yetkizsa, orzulari oxirlashidi. O'lib ketsimi, putlarini uzun sunib, go'rida tinch yotidi. U bayoshat, eshib-teshib turg'udek qo'lini qayoqqa so'zsa, shu yoqqa yetgudek turmushni hargizmi xiyol qilgan emas. Qaynoq suv ich, ko'ngling tinch, uning kecha-kunduz o'ylaydigani shula. U burunmu shundoq o'ylab kelgan, hozirmu o'ylaydigani shu. Har qatimliq namozda tilaydigan tilaklarimi shu.